Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hasan an-Nadavining Qisasun Nabiyina lil Atfal degan kitobimizni dars qilayotgan. Bugun yana shu darslarning davomi. 9. İbrahimning da'vati. İbrahim qavmini Alloh taolo tarafga da'vat qildi, ya'ni chaqirdi. Ularni butlarning ibodatidan to'sdi. İbrahim qavmiga mundoq dedi: "Ma ta'budun? Nimaga sizlar ibodat qilsizlar? Qalu na'budu asnaman." Biz butlarga ibodat qilamiz deyishdi ular. İbrahim shundoq dediki, sizlar duo qilgan chaqda ular sizlarning so'zlaringlarni, duolaringlarni anglay olamdi? Anglamdi yoki sizlarga foyda yetkazamdi yoki ziyon yetkazamdi? Ular deyishdiki, balki biz ilgirki ajdodlarimizni, ota-bobolarimizni mushundoq qilganligini bayqidik. İbrahim dediki, men bu butlarga ibodat qilmayman. Belki men bu butlar uchun dushmanman dedi. Yani men bu butlarni dushman tutaman demoqchi. Men olamlarning Robbiga ibodat qilaman. Yani meni yaratgan zotga deydi. U meni hidoyat qiladi. O'shadiki yahdini degan yahdini mendiki ya damir boshadi. Ba deb o'ylaymiz. Vallazi huwa yut'imuni va yasqin. Bu yasqini. Yani u manga yedirdigan va meni sug'urdigan. Kasal bo'lib qolsam, u manga shifoliq berdigan. Meni o'ltirdigan, ondan o'lgandan keyin meni tirildirdigan. Chunki butlar yaratanmaydi va hidoyat qilmaydi. Chunki butlar hech qanday bir kimga yedirmaydi va sug'amaydi. 10. Padişahning oldida. Eliq shaharda nayt katta, nayt zolim bir podshoh bo'lib, İnsanlar aşu padişahqa secde qılatdı. Eliqi padişah İbrahimning Allohga secde qildiganligini va hech kimga secde qilmaydiganligini angladi. Padişah g'azablandida İbrahimni talab qildi, chaqirtdi. İbrahim keldi. İbrahim Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Padişah aytdiki, "Ey İbrahim, sening Robbing kim?" dedi. İbrahim, "Mening Robbim Alloh" dedi. Padişah, "Allah kim?" dedi. Allah kim? İbrahim dedi. İbrahim, "Ellezî yuhyi ve yumit." Tirildirdigan ve öldürdigan zattur dedi. İlqi padişah etdiki, "Men tirildirmen ve öldürmen." Padişah bir kişini çaqırıp onu öldürdi. Ve da'a rajulan akhara ve tarakehu. Yani bir kişini çaqırıp onu qo'yib qo'ydi, yani o'ltamay tark etdi. Chaqirib degini, yani o'ziningki askarlarga akeltirib demoqchi. Padişah aytdiki, men tirildirman va o'ltirman. Bir kishini o'ltirib, yana bir kishini tark etdim. Yani o'ltamay hayot qo'ydim. Padişah nihoyat dud edi. Har qanday bir mushrik ashundoq bo'ladi. İbrahim padişahning tushunishini va qavmining tushunishini iroda qildi. İbrahim padişahga mundoq dedi: Haqiqatan Allah quyoshni mashriqdan apkilidi. Yoki mashriqdan chiqaradi. Fa'ti biha minal maghribi. Sen qani mag'rib tarafdan akab baqqin, chiqarib baqqin. Padişah hayratda qoldi-da, bu savoldan cho'chib ketdi yani va sakata, shuk turdi. Gap qilolmay shuk bo'lib qoldi. Va haliq padişah xijil bo'lib ketdi va javob topolmadi. 11. Da'vatul validi. Dadisini da'vat qilish. İbrahim o'zining dadisini ham da'vat qilishni iroda qildi. Dadisiga mundoq dedi: "Ey dada, nima uchun lima degan limaza? Nima uchun anglamaydigan va la yubsiru ko'rmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga ibodat qilasan? Nima uchun foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilasan? Ey dada, shaytonga ibodat qilmag'in. Ey dada, Allohga Rahman, ya'ni Allohga ibodat qilgin." İbrahimning dadasi g'azablandi va mundoq dedi: "Men seni urman. Meni tark etgin. Menga hech narsa demagin." İbrahim nihoyatda halim, mehribon edi. Dadasiga mundoq dedi: "Salamun alayka. Sana xotirjamlik bo'lsin." Va uningga mundoq dedi: "Men bu yerdan ketaman va Rabbimga duo qilaman. Rabbimga ibodat qilaman." İbrahim nihoyatda afsuslandi.
İbrahim boshqa shaharga ketishni va Rabbiga ibodat qilishni va insonlarni Alloh taolo tarafga chaqirishni iroda qildi.